mehnat bor ekan, bu muammo tugamaydi. Oldingi nizomda faqat korxonaning rahbari aybdor bo'lib qolardi. Baribir menga hech narsa bo'lmaydi. Xayol surib qolishi mumkin yoki nimadir o'ylab qolishi mumkin. Shunday holatlar bor, nafasingizni bir deganda olasiz-u, lekin qaytib chiqarmaysiz. Mani kreslam juda qattiqligi yoqmayapti. Mingta hukumat qarori tasdiqlansa ham foyda bermasligi mumkin. Yangilik paydo bo'ldimi? Shu tizim yaratildi, shu hujjat bilan necha marta muhokama qilindi. Sharoitni sizga yaratib berishga majbur. Biz bu hujjatni qabul qilish uchun mana 2 yil ishladik. Ayrim holatlar borki, o'limdan ham og'irroq. Oldin ish beruvchi men bilmay qolibman desa bo'laverardi-da. Tajribali mutaxassislar shunaqa deb o'ylaydimi? Bilasizmi, o'zi sut nimaga berila boshlangan? Shoh deyishadi, biz shohlarga ham oson emas. To'g'ri. 5 yil 6 yil ishlagan bir necha rahbarlarni ko'rdim. Amal qilmasa ham bo'lardi. Endi amal qilish majburiy bo'ldi. Agar o'lim bilan tugaydigan bo'lsa, shuncha ziyon bo'ladi. Qizg'anchiq 2 baravar haq to'laydi. Ushbu qonun hujjati orqali barcha masalalar o'z yechimini topadimi? Prognozlar qanaqa? Bu hozir yangi qonunchiligimizdagi hujjatlarda hamma uchun majburiy. Xodim ishga kirishda necha hujjatga qo'l qo'yadi-da. Bugun sen bo'lmasang, ertaga sendan yaxshiroq boshqasini ishga olaman. Unda nega baxtsiz hodisalar ro'y beryapti? Ish beruvchi mehnat muhofaza qilish bo'yicha bilimga ega emas. Nimaga odamlar ishga boryapti, uyga qaytib kelmayapti? Hozir shuna hukumat qarorini ochadi, hammasi aniq yozilgan. Yangi hujjat qabul qilingani bilan xalqimizni tabriklayman.